Mani bir ikkita tanishlarim aksirganda, yo'talganda siydik tutolmaslik bilan ginekologga murojaat qilishadi. Bunda ginekologda bir necha yil davolanishgan, samara bermagan. Biz shunga qanday maslahat bersak bo'ladi? Aslida bunday shikoyatlar bilan bemorlar bizga, urologlarga murojaat qilsa va biz tomonidan to'g'ri tashxis qo'yilsa, maqsadga muvofiq bo'lasizlar. Siydik tutolmaslikni bunday holati stressli siydik tutolmaslik deb ataladi va buni o'zini darajalari bor. Bu darajalarini bir qator tekshiruv, testlar o'tkazib aniqlanadi. Bemorlarimizga konservativ davolanish tavsiya qilamiz. Tavsiya natijasida samara bo'lmasa, operativ muolajalar qilinadi. O'zini darajasiga qarab operatsiyalar ham bir necha turga bo'linadi. Hozirgi kunda siydik kanal atrofiga hajm qiluvchi inyeksiyalar qilinmoqda va oltin standart bo'lib kelayotgan operatsiya usullari bor. Bu TVT, TVTO operatsiyasi, mini slink operatsiyasi va oxiri sun'iy sfinkter ham siydik kanalga o'rnatish mumkin. Bizda bunday operatsiyalar yo'lga qo'yilgan va agar sizda shunaqa shikoyatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.